Herkese merhabalar arkadaşlar, nasılsınız, ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Hiç o'ylab ko'rganmisizlar Dildor nima uchun turk tilida gapiradi deb? Chunki yigitim turk değil. Именно shu herkese merhabalar degan so'zimiz sevadilar. Bo'ldi, muhokama qilmaymiz, bir kunlik vlog haqida gaplashamiz. Erta tongdan turib dublyajchaga borib oldim. Oxirgi paytlar shu tonimni shunaqangi sevib kiyibman. Ko'pchilik savol beryapti, yaqinda o'ynagan serialingiz qachon chiqadi? Mana sizlar uchun qachon chiqishini bilib keldim. Bir ikki kunda deyishdi. Sizam bunda telefon qilganimda vaqtim yo'q, do'stlarim bilanman deb telefon o'chirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Yo'q, tushunmayapman. Rostdan ham shunaqa desangiz bo'lmaydimi? Dublyajdan chiqib zakazlarimni olishga shoshdim. Nimaga bunaqa shoshqaloqman? Men bunaqa shapka zakaz qilmagandim-ku. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deb vokalga ham keldim. Qozonga yaqin yursang qorasi yuqadi deb bekorga aytishmagan ekan. Shu bolalarga yaqin yurib, men ham kechikib boradigan bo'lib ketyapman deb hamma joyga. Takji bu yo'ga ham 15 minut kechikib keldim. Cho'ta shu shapkamni oynaga qarab kiygandim. Может, qatlaridir chiroyli. Xullas, vokaldan hangrab chiqdik va meni qornim ochib ketdi. Komandani erkatoyi bo'lganim uchun men qatga desam shotga bordik. O'zingizlar emblemasdan bilgandirsizlar, hazlashdim logosdan. Ovqatdan keyin bir nimalar ustida bir gaplashib oldik-da. Keyin zerikdik, keyin video oldik. Bola aytdi, "Yo, o'rtoqlar ko'chaga chiqsak ketib qolamiz, hozir tarqalamiz" deyishdi. Shu gap rost bo'lib chiqdi. Men mashinada jichagina hangradim, bolani azgincha azobladim. Вроде ko'rinishidan unaqa qiyin kunga o'xshamaydi, lekin men juda ham charchadim. Uxlamasam bo'lmaydi.